Dada, Meni ko'zimni nurlari, yaxshi o'tiribsizlarmi? keling. Sizlarni ko'p xafa qildim, qizlarim. Yaxshi ota bo'la olmadim. Unaqa demang, dada. Dadajon, siz eng yaxshi dadasiz. Dada, doringizni vaqtida ichdingizmi? Yaxshimisiz? Ha qizim, yaxshiman, xavotir olma. Oling. Ikkalangizning ko'zingizda ham baribir g'amginlik, ma'yuslik bor. Sizlarni baxtsiz bo'lishlaringga sababchi bo'ldi. Dadajon, unaqa demang. Eslaringdami? Yoshliklaringda sizlarga va'da bergan edim. Dadajon, mahallada to'y bo'lyaptimi? Ha, to'y bo'lyapti. Komila opaylar bor-u. O'sha kishi qizlarini chiqaryapti. Men televizorda ko'rganman. Oq ko'ylak kiyganda chiroyli qiz bo'lib ketishadi. Ha, qizim, shunaqa. Dadajon, Labbay. biz ham katta bo'lsak oq ko'ylak kiyamizmi? Albatta, qizim, albatta. Men birinchi kiyaman. Yo'q, men kattaman, shuning uchun men birinchi oq ko'ylak kiyaman. Qizlarim, buncha shoshmasanglar-a. O'sha kun kelganda sizlarni qanday qilib uzatar ekanman-a? Lekin sizlarga va'da beraman. Ikkingiz ham eng baxtli kelin bo'lasizlar. Men ota bo'lib sizlarga bergan va'damni ustidan chiqa olmadim. Men yomon, juda ham yomon otaman. Unaqa demang, dada. Dadajon, hammasi joyida, siz siqilavermang. Qizim, meni kechiring. Sizni hayotingizni barbod qildim. Ko'zlaringizni quvonchga to'ldirish o'rniga ularni g'amga cho'ktirdim. Lekin ko'p narsalarni, ichimdan o'tgan narsalarni o'zim bilaman xolos. Unaqa demang, dadajon. Hammasi shu peshonamga yozib qo'yilgan bo'lsa, siz bunda o'zingizni aybdor his qilmang. Hammasi yaxshilikka. Men sizni ayblamayapman. Samira, o'zimni aqlli qizim. Siz Akbarning yoniga qaytishingiz kerak. U nogiron emas. Uni baxtsiz hodisa tufayli shu ahvolga tushib qolgan. U hali tuzalib ketadi, ko'rasiz. Nima deyapsiz? Samira hech qayoqqa ketmaydi. U shu yerda qoladi. Samira, keldingmi? Seni sog'indim. Men narsalarimni olib ketishga keldim. Iltimos, mendan uzoqroq tur. Yo'q, ketma. Iltimos, meni kechir, ketma. Men umuman sen bilan yashashga majbur emasman. Tinch qo'y meni. Iltimos, meni kechir, ketma. Meni aldashdi. Sen nogironsan, hech qachon tuzalmaysan. Sen deb yosh umrimni hason qilishni istamayman. Seni hech qachon seva olmayman, tushunyapsanmi? Seva olmayman. Turishingni qara, nogiron. Samira! 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 Akbar, bo'ldi, o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman. Shunchaki yomon tush ko'rgan bo'lsang kerak. O'tib ketdi. Men o'zim ertaga seni Samirani oldiga olib boraman. Xo'pmi? Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingmi? Samira kiyimlarini o'qitmoqchi bo'ldi. Uni oldiga boraman. Bo'ldi. Xavotir olma. Hozir u onasinikida, onasiga qarayapti. Kiyimlari ham joyida turibdi. Mana qara. Hozir. Mana. Hammasi turibdi, ko'rdingmi? U hech qayerga ketmaydi. Xavotir olma. Ertaga keladimi? Keladi. Ertaga olib kelamiz. Qani? Endi damingni ol. Men yoningda bo'laman. Samira keladi. Ke. Qani? Samira keladi.
Men yoningda bo'lib turaman. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zimni mehribon qizim. Jajji yuragingda shuncha gapni yashirib yurgan ekansan-da. Manda hammasi yaxshi, oyi. O'shanda kundaligingni o'qib qolganimda bir yigitga ko'ngil qo'yganingni bilgan edim. Qizim, seni o'z otang hayotingni barbod qiladi deb hech o'ylamagan ekanman. Agar bilganimda o'sha sevganingga yetishing uchun yordam bergan bo'lardim. Men ahmoq. Dadangga ishonibman-da. Oyi, peshonamga shu taqdir yozilgan ekan. Undan qochib qayerga ham borardim. Samira, sen hammasini taqdirni izmiga qo'yma bolam. Hayotingni o'zgartirishga harakat qil. Biz harakat qilsak, taqdirimiz ham o'zgarishi mumkin. Peshonamga shu yozilgan ekanda deyish kerak emas, bolam. Bu hayotda kuchli bo'lishing kerak. O'z haqqingni talab qilishni o'rgan. Hayot beshafqat bolam. Yoki seni yanchib ketishadi, yoki sen yanchib o'tasan. Baxtli yashash o'z qo'lingda, qizim. Ba'zan baxtni ham hayotdan yulib olishga to'g'ri keladi. Ha, bechora qizim. Ha, onasi. Tinchlikmi? Nimalarni o'ylayapsan? Qizing qani? Ko'rinmayapti? Sizda hech narsadan xabaringiz yo'q. Farida xonim qizimizni haydab yubordi. Nega haydaydi? Qayerga ketdi hozir? Boradigan joyi bormi? Xavotir olmang, yonida puli bor. Mehmonxonagami, birorta dugonasinikigami boradi-da. Joylashib qo'ng'iroq qilaman degandi. Farida xonim Akbar yo'qolganiga jahl qilganda. Mana endi topildi-ku. Balki jahllardan tushib yana qaytara? Men ham shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim. Boya xonim bilan gaplashdim. Yo'q, Guljaxon bu uyga qaytmaydi. Akbarga qarashga boshqa odam topamiz deydi. Unda o'zim Ikrom aka bilan gaplashib ko'rsammikin-a? Kerak emas. Baribir qizimizni chaqirishadi. Hozir jahlda shunaqa qilishyapti. Balki vaziyat yumshasa, o'zim gaplashib ko'rarman. Shu o'zi hamma ayb senda. Nega qizingni oshxonaga chaqirasan? Bilasan, Akbarga ko'z quloq bo'lib turish kerak. Ularni ham jahli chiqishi tabiiy-da, onasi. Men qayoqdan bilaman Akbar ko'chaga chiqib ketishini? Ha, mayli. Hammasi yaxshi bo'lib ketar. Bo'pti. Sen siqilma. Men hovliga chiqib kelay. Yuragim siqilib ketdi. Toza havoga.